Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun yana bir bor sizlarni o'zimni yana kelib qolgan o'zbekcha O'rta Osiyo vinil plastinkani tanishtirib o'tirishda davom etaman. Videoni shunaqa narsaga qiziqadigan do'stlar, tanishlarga bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Kommentariyada kimda shunaqa vinil plastinkalar bor yoki bo'lgan yoki kerak, qiziq bo'lsa shuni yozib qolsanglar bo'ladi izohlarda. Video yoqsa like bosishni unutmanglar. Demak, boshladik. Kichkina vinil plastinkadan boshlaymiz. Nasibalarning oxirgi so'nggi vinil plastinkasi, noyob plastinka bu. Kichkina plastinkasi 89-yil chiqqan Doda rakam 10 maqolanda. Yaxshi holatdagi plastinka bu. Yallansa kichkina plastinkasi, musikanchi qanamay saranchi qo'shiqlar ichida. Yallansa birinchi tarkibi Yevgeniy Shirayev rahbarligidagi plastinkasi, qiz bola Jon Pol qo'shiqlari bo'lgan. Анатолий Королёв, 12 маршрут. Лазарев, Бабаджанян, Лазарев, Каньон оркестр. Сима Камаев, Po'lat Bulbul, Vodiy kino nomli ekan. Ham Po'lat Bulbul, Tiya Pazmayina kichkina plastinkasi. Esa ham Po'lat Bulbul, Как мне быть? Kichkina plastinkasi, o'zbekskiy народный песни, xalq qo'shiqlariga Hoji Akbar Hamidov bilan Kadir Ergashev, Bob Ma'ruf Qasim doira debdi. O'zbekiston qo'shiqlari, Bo'stonlar boshqa kichkina Hoji Akbar Hamidov. Xo'sh, bu Gaya ansambli ekan, Девочки Стамбула. G'iyos Boytoyev, kichkina debut 3 debut plastinkasi ekan. Qizlar hayosi ustidan unutolmayman. Ham noyob plastinkadan G'iyos Boytoyev kichkina plastinkasi, kichkinadan chiqargan vinil plastinka. Ularni o'tgan safar tanishtirib o'tgan oldingi videoda yana kelib qoldi bular. Gaya ansambli ham noyobroq vinil plastinkasi, katta plastinka. Ozarbayjon ansambl. Bu bir filmdan soundtracklar. Hindiston filmi. Bu filmdagi qo'shiqlar, qancha plastinka. Borachka pora masxara, buning ismi Masxarabos, Meri Nam Joker. O'sha kinodagi qo'shiqlar, soundtracklar. Ham qancha plastinka, indiyskiy plastinka, ham Trishul, Bachchan. Kinodagi soundtrack qo'shiqlar. Mukesh qo'shiqlar ekan. Hindiston plastinkasi toza. Pesni Sarxana. Sarxan 80-yil chiqqan ekan. Xo'sh, bu Po'lat Bulbul birinchi vinili, bular komplekt degani. Po'lat Bulbul bu ikkinchi plastinkasi. Bu uchinchi plastinkasi, Po'lat Bulbul поет свои песни deb nomlangan. Mini plastinkasi, bu ham Po'lat Bulbul boshqa endi, поет свои песни. Ozarbayjonlik qo'shiqchi hozirda Xitoydan bo'lib ketgan. Bu ham Po'lat Bulbul. Mini plastinkasi bu. Susanna Memetova поет песни крымских татар. Qo'shiqlar krымских татар. Когда я слушаю тебя, Deni 90-yilda chiqqan ekan. Krымские зори ikkitalik plastinka.
Hozir o'rtacha 10 razmerli plastinkalar. Hozir Botir Zokirov 10 razmerli vinil plastinkasi. Beglanka Habiba bor ekan. Bitta. Bu Po'lat Bulbul o'rtacha plastinkasi ekan. Xullas do'stlar, bugun bizda shular hozircha. Yana narsa ko'rsatib ketdik. Kelib qo'ygan kasetalar ichida hozir plastinka Melodia firmasida chiqqan narsa bu. Hindcha kaseta, rachkapor. Qo'shimcha qilib ketdik. Mana kasetani ham o'zi original. Yozilgan ustiga. Va mana Melodia firmasining audio kasetasi. Sovet davrida chiqqan. Mana ko'rsatib ketdik. Mana Melodia. Bu ham plastinka va ozgina sonli o'zbek artistlarining ham audio kasetadan chiqqan Kamoliddin Rahimov, Bulbul Soloviy plastinkasi bordi, mana kasetasini ham chiqarishgan. Original o'sha vaqtda ozgina artistlarni, biz o'zbek artistlari ozgina artistlarni kasetasini ham ishlab chiqarishgan. Shuni aytib ketmoqchi edim. Qo'shimcha qilib bu ham kelib qoldi. Bir yaxshi odamda. Xullas, buguncha bizda shular. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada kimda qanaqa vinil plastinkalar bo'lgan yoki bor yoki kerak shular haqida yozib qoldirsanglar bo'ladi. Sotadiganlar bo'lsa biz olib qolamiz va ikkita uchta qolganlari ham bor. Gaplashamiz, almashishimiz ham mumkin. Va videoni iloji boricha kerak odamlarga, shunaqa tushunadigan odamlarga, qiziqadigan odamlarga jo'natib qo'ysanglar, tarqatib qo'ysanglar. Ularga balki qidirib yurgan plastinkalari bo'lishi mumkin, kerak emas bo'lishi mumkin. O'shanga jo'natib qo'ysanglar.